So, hello everybody. Let's begin our lesson. Mm, Assalomu alaykum barchaga. Bugungi ona tili kursimizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan keyingi darsimizni davom ettiramiz. Fonetika bo'limini tugatib, leksikologiya bo'limini boshlaymiz. Leksikologiya o'zi qanday bo'lim? Bu o'sha o'zbek tilini leksikologiya bo'limi so'zlarning ma'nosini o'rganadi. Endi leksikologiya bitta leksikologiyada bitta judayam muhim atama bor. U leksik ma'no degani. Ba'zilar uni atash ma'no yoki lug'aviy ma'no ham deb atashadi. A, Leksik ma'no degani bu so'zni borliqda bironta o'sha shaxs, narsa, harakat, joy, holat, belgi xususiyat, miqdor yoki tartibni bildirishi uni atash ma'nosi yoki leksik ma'nosi deb ataladi. Masalan, aytaylik, gul desak, u o'sha bitta narsani, borliqdagi narsani aytyapti. Gul desa, ko'z oldingizga gul keladi. Ya'ni, bironta so'zni biron kim sizga aytganida ko'z oldingizga o'sha narsani keltira olsangiz, demak, unda atash ma'no bor. Yoki bo'lmasam, doktor desak, ko'z oldingizga doktor, shifokor keladi, to'g'rimi? Demak, doktorda ham atash ma'no bor. Doktor demak shaxsni aytayapti. Endi so'zning o'z ma'nosi. So'zning o'z ma'nosi bu so'zni matndan tashqarida yakka holatda bildirgan, boshqa so'zlarga bog'liq bo'lmasdan bildirgan ma'nosi so'zning o'z ma'nosi deyiladi. Masalan, non desam, ko'z oldingizga non keladi, boshqa narsa kelmaydi. Yoki suv desam, ko'z oldingizga suv keladi, boshqa narsa kelmaydi. Yakka holatda turganda, aytilganda o'sha siz tushunadigan ma'no so'zning o'z ma'nosi deyiladi. Endi ko'chma ma'noga keladigan bo'lsak, so'zning gap ichida boshqa so'zlar yordamida aniqlanadigan o'z ma'nosidan boshqa ma'nolar. Masalan, sizga g'alati tuyuladigan ma'nolar. Aytaylik, ko'z o'zi, ko'z demak insonni a'zosini aytayapti, to'g'rimi? Ko'z o'zi turgan yakka holatda bildirgan ma'nosi so'zning, ya'ni ko'zning o'z ma'nosi insonning a'zosi hisoblanadi. Endi uzukning ko'zi desak, sizga boshqacha tuyulishi mumkin. Uzukni ko'zi bo'ladimi deb. Mana shu ko'chma ma'no hisoblanadi. Ya'ni so'zni gap ichida boshqa so'zlarga bog'liq holatda bildirgan ma'nosi so'zni ko'chma ma'nosi deyiladi. Yoki bo'lmasam, mana tepaga qaytadigan bo'lsak, nonimni yarimta qilding-ku deydigan bo'lsa, bu yerda endi mana bu non degan so'z non ma'nosida kelgani yo'q. Endi non mana bu yerda o'zi turganda nimani aytayotgandi? Yegulikni aytayotgan edi. Endi nonimni yarimta qilding-ku deydigan bo'lsa, bu yerda yegulikni aytgani yo'q. Bu yerda maoshimni yoki tirikchiligimni degan ma'noda kelyapti. Mana shu ko'chma ma'no hisoblanadi. Ya'ni so'zning o'z ma'nosidan boshqa bildirgan ma'nolari. Endi bir ma'noli so'z nima degani? Bir ma'noli so'z bu matn ichida ham, yakka holatda ham bir xil ma'noni bildirsa, faqatgina bitta ma'noni bildirsa, u bir ma'noli so'z hisoblanadi. Faqatgina bitta ma'nosi bo'ladi. Uni ko'chma ma'nosi bo'lmaydi. Masalan, suv desak, suvni biz ko'chma ma'noda ishlatolmaymiz yoki kitob desak, uni biz ko'chma ma'noda ishlatolmaymiz. Yakka holatda ham, matn ichida kelganda ham bir xil ma'noni bildiradi. Endi ko'p ma'noli so'z deydigan bo'lsak, so'z ham o'z ma'nosiga, ham ko'chma ma'noga ega bo'lsa, ko'p ma'noli so'z hisoblanadi. Masalan, oq so'zi ko'p ma'noli so'z hisoblanadi. Chunki oq devor desak, bu yerda o'zini so'z o'z ma'nosida kelyapti. Haqiqatdan ham oq devor. Endi ko'ngli oq deydigan bo'lsak, bu yerda ko'chma ma'noda kelyapti. Chunki ko'nglimiz oq rangda bo'lolmaydi, to'g'rimi? Shuning uchun bu ko'chma ma'noda kelyapti deyiladi. Va oq so'zi ko'p ma'noli so'z yoki bo'lmasam odamning oyog'i, bu yerda haqiqatdan ham odamning oyog'i o'zini ma'nosida, stulning oyog'i ko'chma ma'noda. Demak, oyoq ham ko'p ma'noli so'z hisoblanarkan. Ya'ni bitta so'z ham ko'chma ma'noda, ham o'z ma'nosida kela olsa, ko'p ma'noli so'z hisoblanadi. Bugungi darsimiz uchun barchasi shu edi. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.